Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ihson va uning ahamiyati. Ihsonning ma'nosi. 793-savol. Ihson degan nima? Javob. Ihson dinning iymon va islomdan keyingi martabasi bo'lib, her ishni qetir qilish degan ma'noni ifodalaydi. Qur'oni Karimdagi allazi ahsana kulli shay'in xalaqahu, ya'ni Alloh har narsani mukammal yaratdi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Sajd 7-oyat. Chunki arab tilidagi ihson so'zining asli ma'nosi itqon, ya'ni qetir qilish, mukammal qilish deganlikdir. Ihson so'zining so'z yiltizi bo'lgan hasan so'zi butun shakllari bilan Qur'oni Karimda 195 qatim, ihson so'zi 12 qatim tilga ilingan. Bu ihsonning naqadar yuqori martabalik ibodat ekanligini ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh sizlarni adolatga va ihsonga buyuradi degan. Sura Naml 90-oyat. Ihson ibodatda ibodatning shartlarini farz, vojib, sunnatlarini, shundaqla adab qoidalarini to'liqlab, chin dili bilan Alloh taologa bog'lanib, go'yo uni ko'rib turayotgandek his tuyg'u ichida uningga bandichilik ado qilish bilan bo'ladi. Ihson muomalada ota-onaga qaytar qilib xizmat qilish, urug' tuqqanlarga sil-rahm qilish, qo'shnilarga yaxshilik qilish, sharkatlarda, gap so'zda, ilm setim ishlarda haqqoniy va to'g'ri bo'lish, kishilarga ziyon zahmat yetkazishdan yiroq turish bilan bo'ladi. Ihson kishilarning sharoitiga qarab har xil shaklda amalga oshadi. Masalan, yetimlarga qartilgan ihson ularning beshini silash, yaxshi tarbiyalash va ularning haq-huquqlarini qo'g'dash bilan ado topadi. Yo'qsillarga qartilgan ihson ularning hojatlarini ravo qilish, dardlarga darmon bo'lish bilan bo'ladi. Umumiy insonlarga ihson qilish so'zida va muomalada ularga yumshoq, siliq va to'g'ri bo'lish, ularning haq-huquqlarini qo'g'dash, ularga yaxshilik qilish va yaxshilik tilash bilan ado topadi. Hayvonlarga ihson qilish, hayvonlardan yo'lliq foydalanib, ularni qiynamaslik, kasal bo'lsa davolatish, osh qo'ymaslik, ko'tarilmaydigan yukni ortmaslik va mehr shafqat bilan muomala qilish bilan bo'ladi. Amalda va ishda ihson qilish, har ishni qetir qilish, soxtalikdan, aldamchilikdan yiroq bo'lib, har ishni ixlos bilan qilish bilan ado topadi. Ishni qetir qilish degan bu axloqdan sanalamdi deb hayron qilishingiz mumkin. Shundoq. Ihson go'zal axloqlar ichida eng ahamiyatli sanaladi. Chunki islom dinining chaqirig'i har ishni qetir qilish, ibodat, muomala, gap so'z, harakatlarning hammasini qetir qilib, berilib, puxta va yaxshi qilish islom axloqidan sanaladi. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni ta'kidlab, Alloh taolo sizlardan ishni qetir qilib qo'g'uvchilarni yoqtiradi degan. Tabarani rivoyati. 794-savol. Ihsonning qanday ahamiyati va javob. Ihson umumiy musulmonlar orasidan yo'qolib ketishga boshlagan, islom dunyosida tepilishi intayin oz bo'lgan bir muhim axloqdir. Bu shuncha ahamiyatli bir axloq bo'lib turib, uni ko'p sondagi musulmonlardan, hatto diyonatli sanalgan kishilardan mutab qilib bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Afsuslanarligi, ihsondan iborat bu go'zal axloqdan umumiy musulmonlar foydalanmagan bilan g'arb dunyosi buningdan foydalanishda g'alaba qilgan. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda farishta Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning yeniga inson suratida kelib, uningdan islom bilan iymon haqida so'ragandan keyinla ihson haqida so'ragan. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda mundaq degan: Alloh ihsonni har narsaga bitib Imom Muslim rivoyat. Demak, biz cho'ng kichik, oddiy murakkab har qanday ishda ihson bilan ish qilishga buyurilganmiz. Chunki ihson iymonning taqozosi va go'zal axloqning tojisidir. Biz musulmonlar Alloh taolaning amrini tark etib, uning haqqini to'liq ado qilmasdan, ihsonni shakli ibodatlarimizga qisqartib qo'yib, ibodatning umumiy va cho'nqur ma'nosidan g'aflat qilib, dinimizning ro'yidan, Alloh taolaning bizdan istaganlaridan yiroqlashib qolganligimiz uchun bugungi holga tushib qolganmiz. Iymon, hidoyat biz musulmonlarda bor. Rahim shafqat biz musulmonlarda bor. Dunyoning tabiiy boyliklari yanada biz musulmonlarning zimminlaridan chiqadi. Fan texnikada ilgirlash va boshqalarga beqinmasdan hur, qudratlik, bayashat hayot kechirishning butun omillari biz musulmonlarda bor.
Faqat bizda kam bo'lgani har ishni qetir qilib ishlash, rostchillik, samimiylik, va'daga vafo qilish, intizomchanlik, inoqlik, o'zaro sevgi muhabbat, insof adolat, tirishchanlik, o'ziga ishonish, abadiy jasorat qatorliq muhim axloqlardir. G'arb dunyosi fan texnika yoki ilm ma'rifat deganlarni bilmagan chog'larda biz musulmonlar dunyo xalqining oldida edik. Hozirgi ilm fanning nazariy asoslarini sog'uvchilar Ibn Sina, Farabi, Ibn Maysam, Ibn Rushd, Xorazmi qatorliq musulmon olimlar edi. Ammo biz axloq doirasidan chiqib ketib, shaxsiyatchilik bilan inoqsizlik illatlari bizda bosh ko'targandan keyin orqaga chekindik. Ilm fan, taraqqiyot va kashfiyot navbatini boshqalarga o'tkazib berib, o'zimiz ma'naviy qashshoqlik bilan har tarafdan namratlikqa mubtalo bo'ldik. Hozirgi kunda eng taraqqiy topgan davlatlar deb sanalgan Yevropa davlatlarida har ishni qetir qilib ishlash, rost so'zlash, samimiylik qatorliq insoniy axloqlar bor. Demak, ularda bizdagi yasalma axloqlar yo'q, ammo bir qism insoniy axloqlar bor. Xalqimizdami qetir qilib ishlagan odam rivoj topadi degan ma'nodagi hikmatli so'zlar bor. Biz qaysi bir ishni qetir qilib qilyapmiz? Shakli ibodatlarimiz va yasalma axloqimizdan boshqa qaysi bir ahvolimizni isloh qila oldik? Bu o'rinda yolg'on nomli buni she'rimni keltirishni xohlayman. Gar yanmasa maslak uchun yurkimizda bir otash, birar utuq qozinaman deganlaring yolg'on. Din va dunyo ishlaringda qetir qilish yo'q ekan, ixlosim ba aqidam chin deganlaring yolg'on. Ixlos ihson ham aqida loplar bilan bo'lmas. Amal qilmay musulmondim deganlaring yolg'on. O'lcham emas taqvolikqa shu zohiri ibodat, namoz bilan ihson qildim deganlaring yolg'on. Qiyofating taqvo mu'min ammo iching xarobken. Sen o'zingni yaxshi sanab yurganlaring yolg'on. Tursi nafsing sana hokim, kashfing fursat paraskan. Go'zal axloq tonlariga kirganlaring yolg'on. Qilgan ishing yerim yota sen uningga rozisan. Yegan lo'qman pak halol deb yurganlaring yolg'on. Odam o'g'li o'g'inidu to qabrga kirgicha, men hammada barkamol deb yurganlaring yolg'on. Bu zamonda islom ahli bu kasalga mubtalo. Taqdirim shu, na qilarman deganlaring yolg'on. Chetga olma sen o'zingni, hay bechora qalamkash, bu kasaldan mustasnaman deganlaring yolg'on. 795-savol. Ibodatda ihson qanday bo'lish kerak? Javob. Ibodat bilan ihson intayin zich munosabatlik bo'lib, ibodatni qetir qilib, eng mukammal darajada to'liq ado qilish ihsondir. Shunga Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan ihson degan nima deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga ihson xuddi Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishdir. Garchi sen Allohni ko'rmasangmi, Alloh seni ko'rib turadi deb javob bergan. Mana bu ibodatdagi ihson. Ibn Majah rivoyat. Ihson namoz, zakat va ro'zaga o'xshash ibodatlarni emas, balki dunyo va oxiratlik butun ishlarni ihson tariqasida qetir qilib qiladigan bo'lsa, ishlarning hammasida natija qozona oladi va Alloh taologa eng mukammal shaklda qulchilik qilgan bo'ladi. Chunki mayli dunyolik, mayli oxiratlik har qanday bir ishni Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan Alloh roziligini ko'zlab qilgan odam butun yurish-turishlarda ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. 796-savol. Ota-onaga qanday ihson qilish kerak? Javob. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsanan. Ya'ni Alloh uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onaga ihson qilishinglarni farz qildi, deydi. Sura Isro 23-oyat. Bu oyatdagi ota-onaga ihson qilishdan iborat bir jumla so'z ko'plagan ma'nolarni ixchamalda o'z ichiga olgan. Alloh taolo bu bir jumla so'z orqali bizni ota-onamizga ihson qilishning cho'nqur ma'nolariga boshlaydi. Ularga ihson qilish, ularga har vaqt tabassum bilan qarashdan boshlab, muloyimlik bilan siliq va adablik muomala qilish, past ovozda adablik so'z qilish va ularning moddiy va ma'naviy, din va dunyolik qandoqli bir xizmati uchun hamisha ularning oldida hozir bo'lishqicha bo'lgan bir yurish farzand burchlarini mukammal darajada qetir qilib ado qilishni o'z ichiga oladi. Ota-onaning xizmatini yurakdan qetir qilib qilish orqali ularga ihson qilish har qanday farzand uchun farzdir. Chunki Alloh taolaning ibodatdan keyinlab buyurgan farzi ota-onaga ihson qilishdir. Ihson so'zi yaxshilik qilish degan ma'noni o'z ichiga olganligi e'tibori bilan urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish,
Feqirlarga yaxshilik qilish degandek ixtiyoriy xayr-ehson va sadiqalarni o'z ichiga oladi. Ammo ota-onaga qartilgan ehson so'zi yaxshilik qilish degan ma'noda kelmaydi. Chunki ota-onaga qetirqinib xizmat qilish bolalar ustidagi muqaddas burchdir. U hargizmi xolisona holda qilib qo'yadigan xizmat yoki xayr-ehson emas. Ota-onasi oldidagi bu muqaddas burchini tark etgan kishi avval bu dunyoda, ondan oxiratda uning jazosini cho'qim tortadi. Qizlarga ehson qilish. 797-savol. Qizlarga ehson qilish deganning ma'nosi nima? Javob. Qizlarga ehson qilish ularga va ularning din va dunyolik butun ishlariga ko'ngil bo'lib, ularga dunyo va oxiratda foydali bo'lgan manfaatlarni keltirishda qetirqinib tirishchanlik ko'rsatish, ularni tarbiyalashda, beqishda, qatorga qo'yishda qetirqinib ish qilish deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki uning ikki qizi yoki ikki hamshirasi bo'lib, ularga ehson qiladi ekan, u ikkisi bu ikkisining savabi bilan jannatga kiradi. Ibn Majah rivoyat. 798-savol. Qizlarga va hamshirlarga qanday ehson qilinadi? Javob. Tabiiyki, ehson payg'ambar alayhissalomdan o'rganish bilan qilinadi. Payg'ambar alayhissalom butun farzandlariga, xususan suyumli qizi Fatima radhiyallohu anhaga ehsonning eng ko'rinarli ulgusini ko'rsatgan edi. Qachonli Fatima radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning yeniga kirganida, oningga o'rnidan turadi va peshonasiga suyib yenida o'ltirg'izadi. Hozirgi zamonda qanchalik ota qizlarga shunchalik mehribonlikni va hurmatni ko'rsatalaydi? Musulmonlarning yo'lboshchisi, davlatning raisi, masjidning imomi, islom qo'shinining oliy qo'mondonini va Alloh taolaning ham xalqning nazarida eng chong hurmat ehtiromga sazovor bo'lgan katta bir payg'ambar shunchalik ahamiyatli ishlarni qayirib qo'yib, oldiga kirgan qiziga alayda o'rnidan turib, oningga salom bergan va bag'riga bosgan yerda odatdagi insonlar qanday bo'lish kerak? Payg'ambarimizning bu kamtarligi oldida ba'zi bir dindor qiyofatdagi kishilarning, mulla atalganlarning, hoji haram bo'lganlarning va oz to'la mansabga yoki boylikqa erishib gadayganlarning o'zlarini hech kimga tan qilmasligini, oilasini lagerga o'xshash qilib olishini nima degili bo'lsin? 799-savol. Salom berishdagi ehson qanday bo'ladi? Javob. Alloh taolo mundaq deydi: "Va idza huyitum bi tahtiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ya'ni sizlarga birov salom qilsa, sizlar uningdan mukammal salom qilinglar yoki salomni aynan qaytaringlar. Sura Nisa 86-oyat. Ma'lumki, mukammal salom qilish assalomu alaykum degan kishiga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh, ya'ni Allohning omonligi, rahmati sizlarga bo'lsin deyish. Salomni aynan qaytarish va alaykum assalom deyishdir. Musulmonlarning bir-biri bilan uchrashganida bir-biriga salom berishining o'zimi ehsondir. Chunki musulmonlar boshqalarga o'xshash yaxshimisiz deb hol so'rab qo'ymasdan, uchragan kishiga omonlik va salomatlik tilaydi. Buningdanmi yaxshi ahvol so'rash bormi dunyoda? Ulug' payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom Alloh taolodan bizga olib kelgan islom dinida insoniyatning baxt saodati uchun yetarli xazinalar bor. İnsanlarning baxt saodati bu ulug'vor xazinalarni bilib foydalanishga bog'liq ish. 800-savol. Jidal va munozirada ehson qanday bo'lish kerak? Javob. Bu mavzuda Alloh taolo bandalarga ba'zi tavsiyalarni qilishni chetga qoldirmagan va mundaq degan: "Va jadiluhum billati hiya ahsanu." Ya'ni ular bilan eng chiroyli ravishda munozirlashgan. Sura Nahl 125-oyat. Sizga birov yoqmaydigan bir gapni qilsa, bu nima degan tetiqsiz so'z deysiz. Agar adabligak bo'lsangiz, men bu so'zga qo'shilmayman deysiz. Lekin har ishki javobda ehson amalga oshmagan. Agar sizmi mening ko'z qarashimni anglab boqqan bo'lsangiz desangiz, hammadan yaxshi emasmi? Payg'ambar alayhissalomdan munozirlash usulini o'rganaylik. Payg'ambar alayhissalom Makkada dastlabda islomni tashviq qilgan vaqtlarning birida Makkaning katibashlaridan Utba ibn Robiya payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib, payg'ambar alayhissalomning sha'niga loyiq kelmaydigan past takliflarni o'ttirg'a qo'ydi. Uni islom da'vatidan voz kechishga undab, bu yo'lda agar boylik olsa, butun Makkaning boyligini yig'ib berishni, mansab tilasa, uni o'zlariga podshoh qilib olishni, agar aqldan ozgan bo'lsa, eng usta doktorlarni taklif qilib, uni davolatishni o'ttirg'a qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uning so'zlarini to'liq aytib olishi uchun fursat berib, so'z oralig'ida
So'zla Abu Valid, anglayapman deydi. O'tbaning so'zi oxirlashgandan keyin uningga so'zing tugdimi Abu Valid deydi va o'zining javobini chiroyliqcha berib, uni yo'lga sepib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning bu esil axloqi insonlarga eng adabli ravishda munoziralash usulini va munozira axloqini o'rgatadi. Hozirgi 21-asrning madaniyatli insonlarining ko'plarida bo'lmagan, ba'zilarida bo'lgandimi, texi yetilib bo'lmagan go'zal axloqlar insoniyatning iftixorlik ulgusi Hazrati Muhammad alayhissalomda to'liqi bilan bor edi. Shu musulmonlar emas, balki butun insoniyat Muhammad alayhissalomning axloqini o'rganishga intayin muhtoj. Qarshi tarafning so'zini ko'ngil qo'yib, to'liq anglashning o'zi ihson qatoriga kiradigan go'zal axloqdir. 801-savol. Gap so'zda ihson qilish degan nima? Javob. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va qul li ibadi yaqulullati hiya ahsanu", ya'ni mening bandalarimga aytqinki, ular eng chiroyli so'zlarni qilsin, deydi. Sura Isro 53-oyat. Har qanday yerda olqishlanadigan, insonlarning ko'nglini yo'ritadigan, tashdek qattiq yuraklarni eritadigan, qo'pollik bilan hal qilib bo'lmaydigan ishlarni hal qiladigan sehrli narsa chiroyli so'zdir. 802-savol. Ihson yana qaysi ishlarda talab qilinadi? Javob. Ihson hamma ishda talab qilinadi. O'quvchilarning o'rganishlarini astoydil qilishi, ishchi xizmatchilarning vazifasini qaytar qilib o'rindishi, ota-onaning bolalarini ko'ngil qo'yib tarbiyalashi, savdogarlarning va do'kondorlarning xaridorlarga samimiy bo'lishi, bolalarning ota-onasiga va muallimlarga sadoqatman bo'lishi, erning ayolga, ayolning eriga sadoqatman va rostchil bo'lishi, do'stning do'stga samimiy bo'lish qatorliq go'zal axloqlarning hammasi ihsondan sanaladi. Rahim shafqat. 803-savol. Rahim shafqat degan nima? Javob. Rahim shafqat hammamiz yaxshi biladigan, quloqlarga chiroyli anglanadigan bir so'z. Rahim shafqatning ma'nosi hammaga shunchalik aniq tonishlik bo'lsa-mu, rahim shafqat oramizda tepilishi intayin oz bo'lgan, balki insoniyatning qo'lidan uchib ketgan bir axloqqa aylanib qoldi. Bizdan talab qilingani rahim shafqatning ma'nosini bilish emas, balki uni amaliy hayotimizda ijro qilishdir. 804-savol. İnsaniyat rostilla rahim shafqatga ehtiyojliqmi? Javob. Hozirgi insoniyat dunyosining bu axloqqa naqadar zo'r ehtiyojli bo'layotganligi hammaga ma'lum. Rahim shafqatning yo'qolishi bilan jinoyatchilar ko'paydi. Atom bombalar insoniyat hayotini tahdid ostiga ilib, bu yerlarda o'zini ko'rsatadigan bir lahza ichida millionlarcha insonning jiniga zamon bo'lgan holga keldi. Butun insoniyat Alloh taolaning rahim shafqatiga zo'r ehtiyojli bo'lib, hamma uning rahim shafqatini tilaydi. Biz musulmonlarmi hamisha her namazlarımızda ve dualarımızda Alloh taolaning bizga rahim shafqat qilishini, gunohlarimizni afv qilishini so'rab kelyapmiz. Ahvol shundoq bo'lgan ekan, biz Alloh taolaning rahim shafqatiga muhtoj bo'lgandan keyin nima uchun Alloh taolaning bandalariga rahim shafqat qilmaymiz? Holbuki Alloh taolo bandalaridan faqat rahim shafqatli bo'lganlarga rahim qiladi emasmi? Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni nihoyat to'liq va shamil darajada ifodalab, rahim shafqat qilganlarga Alloh taolo rahim shafqatini beg'ishlaydi. Yer yuzidagilarga rahim shafqat qilinglar. Osmondagi zot Alloh taolo sizlarga rahim shafqat qiladi degan. Tirmiziy, Abu Davud rivoyati. Bu hadisdagi yer yuzidagilarga degan so'z musulmonlarga emas yoki insonlarga emas, balki inson, hayvon, uchar qush va har qanday jon egasiga rahim shafqat qilishning lozimligini ifodalaydi. Ammo hozirgi musulmonlarda rahim shafqatni topqilib bo'lmaydi. 805-savol. Alloh taolaning rahim shafqatiga erishishning yo'li nima? Javob. Dunyo va oxiratda Alloh taolaning rahim shafqatiga erishishning birli yo'li Alloh taolaning maxluqotlariga rahim shafqat qilishdir. Chunki bir hadisda rahim shafqat qilmagan odam rahim shafqatga erishamaydi deb kelgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. 806-savol. Rahim shafqat nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Rahim shafqat ota-onalarga, bolalarga, ayollar bir-biriga, urug' tuqqanlarga, qo'shnilarga, qo'l ostidagilarga, hayvonlarga kamoliga yetgan sevgi muhabbat, intayin kuyimchanlik, voyaga yetgan mehribonlik bilan siliq va illiq muomala qilishni taqozo qiladi. 807-savol. Ota-onalarga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Ota-onaga rahim shafqatli bo'lish, ularni qandaqli bir ravishda bo'lsin,
ranjitib qo'yishdan saqlanish, ularni asrash, ularga jon dil bilan xizmat qilib, ko'ngillarini elish, moddiy va ma'naviy yukini yengillatish, ko'ngilsizliklariga tasalli berib yanada bo'lish, xushalliqlarini birga tantana qilish qatorliq ishlarni o'z ichiga oladi. Ota-onasini qaqshitib, ularni zar-zar yig'latganlar, ularga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Ota-onasini aldab qo'yib, yigitlar bilan xufiyona munosabat qurgan qizlar, ota-onasiga rahim shafqat qilgan bo'lamda. İmtihandan o'tolmay qolsa, ota-onasining qattiq beyaram bo'ladiganligini bilib turib, yaxshi o'qimagan o'quvchilar ota-onasiga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Uyga kirganda yoki chiqqanda ishini ota-onasini cho'chitadigan shaklda qattiq ochadigan yoki yopadiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Ota-onasiga so'z qilganda ovozini ularninkidan yuqori ko'tarib oldiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Ota-onasini har doim ziyorat qilib yo'qlab, hol-ahvol so'rab turmasdan, telefon orqali hol so'rab qo'yadiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Halbuki ota-ona bolalarining telefondagi ovoziga emas, balki ularning didorini ko'rishni va peshonasiga so'yib qo'yishni orzu qiladi. Ota-onasiga ehtiyojli narsalarni avatib qo'yib, ularni haftalab, oylab, hatto yillab ko'rmaydiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamda. Halbuki ota-onalar bolalarining mol dunyosiga, sovg'a salomlarga emas, balki ularning didoriga muhtoj. Ota-onalarni bu ne'matdan nima uchun mahrum qilamiz? Shaksizki, bunda qiladiganlar ota-onasini qaqshatquvchi baxtsizlardir. 808-savol. Urug' tuqqanlarga qanday rahim shafqat qilish kerak? Javob. Urug' tuqqanlarga rahim shafqat qilish, ularni boy kambag'al deb ayirmasdan, qildi qilmadi deb hisoblamasdan, izdimadi deb og'rinmasdan, yaxshi yomon deb farqlantirmasdan, qo'lidan kelgan yaxshiliklarni qilish, qiyinchilik tatib qolganlarga moddiy yordam qilish, ularning qandaqli bir ish uchun hozir bo'lish, et oyim kunlarda ularning uyiga birinchi bo'lib qadam tashrif qilish, musibatlik va g'amkinlik kunlarda ularning yanada birga bo'lish qatorliq ishlar bilan ularga sil rahim qilishni talab qiladi. Payg'ambar alayhissalom hadis qudusida Alloh taolaning bunu so'zini bayon qilgan. Men rahim shafqatlik Allohman. Sil rahimni yaratib Onunğa mening ismimdan bo'lgan Rahim ismimni berdi. Sil rahim qilishni davomlashtirganlarga menmo rahim shafqatimni davomlashtiraman. O'zini uzib qo'yganlarga menmo rahmatimni uzib qo'yaman. Abu Davud Tirmizi rivoyat. 809-savol. Balalarga qanday rahim shafqat qilish kerak? Javob. İnsaniyatga eng yaxshi ulgu bo'lganidek, balalarga rahim shafqat qilishmi eng yaxshi ulgu edi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Qatri ibn Habis degan kishi bilan o'ltiradi. Payg'ambar alayhissalomning nevarasi Hasan ibn Ali keladi. Payg'ambar alayhissalom Hasan radhiyallohu anhuni so'yib, quchoqlab bag'riga bosadi. Bu ahvolni ko'rgan Aqira ibn Habis bu ishga hayronligini ifodalab, "Mening 10 bolam bor, ulardan birini so'yib boqmadim" deydi. Payg'ambar alayhissalom bu odamning tosh yurakligiga ajablanib, rahim shafqat qilmaydiganlar rahim shafqatga erishamaydi deydi. Abu Davud Tirmizi rivoyat. Payg'ambar alayhissalomning kichik bolalarga bo'lgan rahim shafqati shunchalik cho'ng va kuchli edi. Hatto namozni boshlab uzun so'rlarni o'qishni niyat qilgan bo'lsa-mu, onalari bilan masjidga kirgan kichik bolalarning yig'isini anglab qilib, namozni qisqa o'qidim deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Bu bir tarafdan bolalarga ich og'ritish, yana bir tarafdan ayollarni masjidlarga hozir bo'lishga tashabbus qilish uchun bo'lsa kerak. Payg'ambar alayhissalom bir kuni nevaralarini so'yib bag'riga besiyotganda, sahrolik arabiylardan biri sahobalardan "Sizlarda bolalarni so'yish odati bormi?" deb so'rab qoladi. Bu so'zni anglagan Payg'ambar alayhissalom bu odamga ichinib, "Alloh sening qalbingdan rahim shafqatni tortib olgan tursa, men endi nima qila olayman?" deydi. Imom Ahmad rivoyat. Bolalarni chiroyli kiyindirib, qo'rsiqini yaxshi to'yg'izib baqqanlik ularga rahim shafqat qilganlikqa yetmaydi. Balki ularni kelajakka elga foydali yaxshi odam qilib tarbiyalash yo'lida kuyimchanlik ko'rsatish, ularning aqliga tushib turib, mushkullarini va barcha qiyinchiliklarni birga hal qilish, ularni urmasdan, xo'rlamasdan yaxshi va ulgulik muomala qilish rahim shafqatning jumlasidandir. Bolalarga qattiq qo'lliq qilish, ularning dardiga quloq solmaslik, fikrlarini anglamaslik, ko'nglini tushunmaslik, bag'riga besib, peshonasiga so'yib ko'nglini olmaslik qatorliq bir yurish salbiy muomalalar rahim shafqatni bilmaydiganlarning qiliqidir. 810-savol. Ayollarga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalom ayollarga eng mehr shafqatli zot edi. Ayollarga bakmi ko'ynatdi.
ularning uy ishlariga yordamlashadi, dardlarini ko'ngil qo'yib tingishaydi, fikrlarini anglaydi. Hatto umumiy musulmonlarning ishlariga munosabatlik cho'ng ishlardimi ayollar bilan kengashadi, fikrlarini oladi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar safarga chiqqanlarida ayollarni to'g'ilab ko'taradigan mapilaga o'ltirg'izib, hurmat bilan elib mangadi. Payg'ambar alayhissalom yo'l bo'yi to'g'ilani yetlab manganlarda bu nozik shishalarni siliq elib menglar deb tavsiya qilib turadi. Ibn Majah va Darimi rivoyat. Payg'ambar alayhissalom ayollarni nozik shishalarga o'xshatgan. Haqiqatan ular va ularning ko'ngli noziklikda xuddi shishaga o'xshaydi. Ayollar umuman hissiyatchan bo'lganlikdan tez ranjib qoladi va tez o'zgaradi. Ularga intayin siliq muomala qilishdan boshqasi ishga yaramaydi. Mehr muhabbat ayollarni asrash va ularga hurmat qilishdan boshlanadi. Payg'ambar alayhissalom mashhur vido xutbasida va vafot bo'lish oldidagi eng oxirgi tavsiyasida ayollarga yaxshi muomala qilinglar deb ta'kidlagan. 811-savol. Qizlarga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Qizlarni o'g'illardan tuvan ko'rish, ularga qo'pol muomala qilish, ularni tabiatiga uyg'un kelmaydigan ig'ir ishlarga buyurish, qiz bola o'qib nima bo'ladi deb ularni o'qishdan mahrum qilish, o'ygay onasining nayranlariga ishinib, ularni ezish, haqoratlash, hatto urush, ularning dardiga quloq solmay, nozik ko'ngliga azor qilish qatorliq nachar ishlarni qiladigan otalar qalblaridan rahim shafqat sug'urilib elingan baxtsiz kishilardir. Bundaqlar qanchalik taqvo suratlik musulmon bo'lib ketsin, qanchalik cho'ng olim o'lima yoki qori Qur'on, hoji karam bo'lib ketsin, baribir ko'nglida rahim shafqat bo'lmagan ekan, bundaqlarning dunyo va oxiratda Alloh taolaning rahmatiga erisha olishi notayin. Qizlarning sabiylachcha pok hissiyotini suiiste'mol qilib, ularga yolg'ondan muhabbat izhor qiladiganlar, ularni o'zlarining ojiz singillarining o'rnida qo'ysin. Ularning ojiz singillarining iffati va nomusi qanchalik qimmatli bo'lsa, shu qizlarning iffat nomusi shunchalik qimmatlidir. Birovning nomusini oyoq osti qilish uni o'ltirganlik bilan teng. Sodda qizlarni aldab, Xitoy o'lkalaridagi zolim xo'jayinlarning o'yin kulgisini qizitish uchun yiqilg'u qilib berayotgan vijdonsiz ifloslar Alloh taolodan qo'rqmagan taqdirdami bu jinoyatning badalini o'zlarining qizlari yoki ojiz singillari to'laydigan bir kunning kelib qolishida nazar qilsin. Payg'ambar alayhissalom nozik shishalar deb sifatlagan bu shishadek nozik yuraklarni xiyonat pichiqi bilan tirik bo'g'izlab o'ltirmasin. Shishadek nozik ko'ngillarni bir umr hasrat nadomatga qo'yishdan nazar qilsin. Bu xiyonatning o'zining ojiz singillaridan yoki keyincha o'z qizlaridan birasiga yenib qolishidan qo'rqsin. Ma'lumki, Alloh taolo o'zining qil va qilma degan amr farmonlarga xiloflik qiluvchilarning jazosini oxiratga kechiktirsimi, pul haqqini oxiratga kechiktirgani yo'q. İnsanlarga qilingan qandoqli bir zulm, haqsizlik va yomonlikning jazosini mushu dunyoda ko'rsatib kelmoqda. Hayot musobasidagi tajribalar buning jonliq misolidir. 812-savol. Oilaning xizmatchilariga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda yetarli tavsiyalarni qilgan. U mundaq degan: qo'l ostingdagilar sizlarning qarindoshlaringizga o'xshashdir. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostinglarda qildi. Nima yesanglar ularga shuningdan yetkazinglar. Nima kiysanglar ularga shu kiyinganlaringlardan kiygizinglar. Ularni kuchi yetmaydigan ishlarga sanmanglar. Ularni shundoq ishlarga buyurganinglarda ularga yordamlashinglar. Abu Davud, Ibn Majah, Ibn Ahmad rivoyat. Bu nima degan esil tavsiya? Qaysidan va qaysi qonunda bundaq barobarlikni topa olasiz? Qandoq boy o'zining xizmatchisiga o'zi kiygan oliy tonni yoki qimmatli kostyum burilkalarni kiygizadi? Qaysi boy o'zining uy xizmatchilari bilan bir dasturxonda o'ltirib tomoq yeydi? Muhammad alayhissalomni ulgi qilgan haqiqiy musulmonlar shunday qiladi, kiygizadi, yegizadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shalliq hayoti va sahobalarning kechirmishlari buning jonliq paketidir. Payg'ambar alayhissalomdan boshlab barliq sahobalar va islomning keyingi oltin davrlarida yashagan haqiqiy musulmonlar o'zlarining uy xizmatchilarini shu oilaning a'zolari deb taniydi va ularga o'z bolalariga o'xshash muomala qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zining xizmatchisi qora tanlik Zayd ibn Harisani o'z oilasining bir a'zosi sanganlikdan uning ismini Zayd ibn Muhammad deb ataganligi va Zaydning mushu ism bilan arablar orasida tanilganligi buning tipik misolidir.
813 savol. Hayvonlarga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir odam yo'lda ketib o'tib qattiq usab ketdi. Yo'lda bir quduq uchrab qolib, uningga tushib suv ichdi. Sirtqa chiqqanida ussizlikdan tili sangilab, tuproqni yalayotgan bir itni ko'rib qoldi. U odam o'z-o'ziga: bu it menga o'xshash qattiq usab ketibdi dedi-da, quduqqa tushib, o'tigiga suv to'ldirib, o'tikini tishi bilan tishlab quduqdan chiqib, heliqi itni sug'ardi. Alloh taolo uning bu ishiga xursand bo'lib, uning barcha gunohlarini mag'firat qilyapti. Buxoriy va Muslim rivoyat. Biz hayotimizda bir qitim bo'lsa-mu ko'chada yeydigan narsa izlab yurgan, bir itning qo'rsiqini to'yg'izdikmi yoki sizga talmirib kelgan bichara itni paskina hayvon deb putingiz bilan tepib o'tib ketib qoldingizmi? Alloh taolaning o'zlarining xizmatchisi qilib yaratib bergan va ularga bo'ysundirib bergan bichara hayvonlarni o'zlarining tamoyishini qizitish uchun qurbon qilib, itlarni talashtirib, qo'chqarlarni usishtirib, xo'razlarni so'qishtirib, qushlarni o'q etish maydonlarida qarg'a elish orqali shafqatsizliklarni qilg'uvchilar payg'ambar alayhissalomning kimki bir qushqashchaqliq bir jonliqni bevoda o'ltirdigan, Alloh taolo qiyomat kuni albatta uning so'riqini qiladi degan so'zni bilmamdi. Imom Ahmad, Abu Davud, Ibn Majah rivoyati. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni hayvonlarga rahim shafqat qilishga tashabbus qiladi. Bir kuni ularga bir mushuk sabablik do'zaxga bo'lib ketgan bir ayolning qissasini so'zlab berib mundaq degan: bir ayol bir mushukni non yoki suv bermasdan uyga solab qo'yib, uning o'limiga sabab bo'lganligi uchun do'zaxga bo'lib ketgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Bir mushukning o'limiga sabab bo'lgan bir musulmon ayol do'zaxga kirgan yerda hayvonlarning qiynashlaridan o'zir elish va tamoshini qizitish uchun qarab turib hayvonlarni qiynaydiganlarning, hatto bilib turib ularning o'limiga sabab bo'ladiganlarning oxiratdagi ahvoli qanday bo'lar? Payg'ambar alayhissalom kimki bir qushqashchaqliq bir jonliqni bo'g'izlagandimi, uningga rahim shafqatli bo'ladi ekan, Alloh taolo uningga qiyomat kunida rahim shafqatini cho'qim ko'rsatadi. Imom Buxoriy va Tabaroni rivoyati. Deyish orqali Alloh taolo bizga o'ltirib yeyishni halol qilib bergan hayvonni bo'g'izlashdimi, uningga rahim shafqatli bo'lishning zarurligini o'rgatgan. Payg'ambar alayhissalom bir kuni bir odamning bir qo'lida pichoq tutgan holda bir qo'yni o'ltirgilini so'rab ketayotganligini ko'rib qilib, u odamga: "Ey seni, molni 2 qitim o'ltirmoqchimisan? Uni o'limga siliq ilib ba, pichoqni molning yuziga ko'rsatma, uni 2 qilib andin bo'g'izla" deb qayagan. Alloh taolo xizmatimizga selib yo'lliq foydalanishimiz uchun bizga bo'ysundirib bergan shu hayvonlarning jini bizninkiga o'xshashli jon emasmi? Ularningmi jini og'riydi emasmi? Bu darajadagi tosh yurak insonlarning jannatning purqini puriyolishini atayin. Chunki jannat rahmatdir. U faqat rahim shafqatli bo'lganlarni qabul qila oladi. Jannatga ibodatning ko'pligi bilan emas, balki qalbning shafqati va Alloh taolaning rahmati bilan kirgil bo'ladi. 814-savol. Rahim shafqat butun ishlarda talab qilinamdi? Javob. Rahim shafqat bilan silliqlik musulmon odamning hayotidagi jimi harakatlarida, ibodatlari, dam olishi, muomalasi, o'ltirib qo'pishi, shundaqla barliq ishlarda bo'lmasa bo'lmaydigan narsadir. Payg'ambar alayhissalom silliqlik qaysi narsaga kirsa, uni chiroyliqlashtirdi. U qaysi narsadan yulib elinsa, shu narsani satlashtirib yetadi deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. 815-savol. Osiy gunohkor kishilarga rahim shafqatli bo'lish kerakmi? Javob. Alloh taolo Qur'on Karimda ilgari sizlarni ana shunday edinglar. Keyin Alloh sizlarga iltifot qildi. Sura Nisa 94-oyat. Deyish orqali bizni o'tgan kunlarimizni unutib qolmasligimizga, kishilarni gunoh ma'siyatlari sababli masxara qilmasligimizga, ularga nafrat qilganlikdan ularni chetga qoqmasligimizga va ularga kamoliy mehribonligimizni ko'rsatib, yomon yo'ldan qaytarishimizga chaqiradi. Gunoh qilmaydigan, xatolashmaydigan odam yo'q dunyoda. Har qanday odam gunoh ishlaydi yoki xatolashadi. Ammo mo'min bo'lgani o'z gunohini tunib, to'g'ri yo'lga qaytishdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda har qanday odam bolasi xatolashadi. Xatolashuvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy rivoyat. Biz musulmonlarda hozirlar masjiddan chiqib, hatto tahorat bilan turib yolg'on so'zlaydiganlarni, odam aldaydiganlarni va kishilarga qo'pol so'z, qo'pol muomala qiladiganlarni uncha vola ayblab ketmaydigan, ammo birovni qisman shaxsiy gunoh bilan
yoki ozroq ayib bilan uchirtib qolganimizda uningdan nafratlanib ketadigan kayfiyat bor. Alloh taolo gunohlarning hammasini yomon ko'rdi. Musulmon odammi gunohni mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, hammasini yomon ko'rishi lozim. Lekin Alloh taolo gunoh qilib o'zini ziyonga uchratgan bandadan yolg'on aytib boshqalarni ziyonga uchratgan bandani bakarak yomon ko'rdi. Chunki o'zini ziyonga uchratganlikning gunohi u kishining o'zi bilan cheklanadi. Alloh taolo xolisi uni kechirib o'tadi. Ammo boshqalarni ziyonga uchratganlikning gunohi undaq oson kechirilmaydi. Ziyonga uchirg'uvchi shaxs uni kechirmagicha Alloh taolo kechirmaydi. Chunki u qul haq emasmi? 816-savol. Ezilganlarga qanday rahim shafqat qilish kerak? Javob. Dunyoning har qaysi joylaridagi ezilgan musulmon qarindoshlarga rahim shafqat qilish har kimning qudrati yetishicha farzdir. Ular bilan bir safda turib, haqqoniy da'volarni yurgizish, pul-mol yordam qilish, ularning haq-huquqlarini qo'g'dash, bularning hech birini qilmaganda, ular uchun Alloh taologa duo qilish bilan bu dinni qarindoshlik burchini ado qilish mumkin. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mu'minlar bir-birini suyish, bir-biriga rahim shafqat qilish va bir-biriga hissdoshlik qilishda qaysi bir organi og'irsa, butun organlar ismdosh va uyqusizlik bilan uningga o'rtaq bo'ladigan bir tanga o'xshaydi. Buxoriy rivoyat. 817-savol. Kishilarning aybini yo'gash, ularga rahim shafqat qilganlikmi? Javob. Gunohlarni insonlar oldida rasvo qilmaslik, kishilarning ayblarini yo'gash, ularga rahim shafqat qilganlik bo'lib, go'zal axloqdan sanaladi. Aksicha kishilarning ayblarini ochadiganlar, gunohkorlarning gunohlarini insonlar orasiga yoyadiganlar Alloh taolaning g'azabiga va azobiga loyiq bo'lg'uchi axloqsiz maxluqlardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi degan. Sura Nur 19-oyat. Payg'ambar alayhissalom qandoqli bir odam yana bir odamning aybini yopadi ekan, Alloh taolo qiyomat kuni uning aybini yopadi. Imom Muslim rivoyat. Ammo kishilarning gunohlarini yepish va ayblarini yo'gash ishi Alloh taoloning haqqiga ishlangan gunoh doirasida bo'ladi. Buningga binoan gunohkorning gunohini yo'gidim deb jinoyatkorlarning qilmishlariga sukut qilishga, nohaqchilikqa jim turishga bo'lmaydi. O'g'rining o'g'irligini ko'rib turib, uning ziniga guvohlik berishdan o'zini qochirish, xizmatini yaxshi ishlamagan ishchining yoki kadrning kamchiligini yoshirish, imtihonda o'quvchilarning ko'chirishiga yo'l qo'yish qatorliq ishlar qilmishda ularga sherik bo'lganlik sanaladi. 818-savol. Odam o'z-o'ziga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Odam boshqalarga rahim shafqatli va ko'yimchan bo'lib, o'zini unutib qolsa bo'lamdi? Odam o'ziga qanday rahim shafqat qiladi? Odam o'zining tan sog'lig'iga ziyonli bo'lgan narsalarni tark etish, aroq ichmaslik, tamaki chekmaslik, zina qilmaslik bilan o'zining yuz obro'yiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan nashoyon ishlardan yiroq turishi bilan va o'zining oxiratlik uchun ziyonli bo'lgan gunoh ma'siyatlarning qo'l uzish bilan o'ziga rahim shafqat qilgan bo'ladi. 819-savol. Butun insoniyatga qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob. Mayli musulmon bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, butun insoniyatga rahim shafqatli bo'lish hargiz qiyin ish emas, balki nihoyat oson. İnsanlar qaysi dinga, qaysi irqqa, qaysi rangga va qaysi davlatga tava bo'lishdan qat'iy nazar, ularga nihoyatda yumshoqlik bilan adolatli holda muomala qilish, har kimga tabassum bilan qalbini ichish, beqirlarga istoshlik qilib, mayli moddiy jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan kuchining yetishicha yordam qo'lini sunish, yetimlarni suyish, ularning beshini silash, o'ziga yomonlik qilganlarni kechirib o'tish, tonimaydigan kishilarga qiyinchiliklarni hal qilishda yordam qilish qatorliq go'zal axloq bilan rahim shafqatni butun insoniyatga yetkazib bo'ladi. Lazzatli taomlar bilan g'izolanayotgan vaqtlaringizning birasida qo'shnilaringizdan ba'zi bechoralarning yegili yo'q, ichgili yo'q, kiygili yo'q, bir butun yo'qlik ichida turayotganligini o'ylab, ularga bir qoch tomoq berganingizni bilamsiz? Otasi yo'q, oilasi kambag'al bir yetim bolaning beshini silab, uning qo'lidan tutib uyingizga elib kirib, bir qur kiyim kiygizib qo'yganingizni bilamsiz? Onasi yo'q, dadasi sirtda ishlab uyning kamlarini to'liqlash yo'lda yurganlikdan olg'a yetolmagan, birov bilan bir soat mo'ndishib o'ltirishga zar bo'layotgan, ko'ngli dardli bir yetim bolani uyingizga chaqirib, bosh ko'zini surtib, issiq bir qoch tomoq yegizib bo'lib, uning bilan 5 minut mo'ndashganligingizni
dardlarga quloq solganligingizni bilamsiz? Biror qitim bo'lsa-mu, ko'chada yoki yo'lda bir notanish odam biror tog'or yukni ustiga elib qo'yishingiz uchun sizdan yordam so'rag'anida ishim oldirash demasdan darhol yeniga berib, uningga yordam qilganligingizni bilamsiz? Yashinib qolganlikdan yoki kasallikdan aran-aran mengib kelayotgan bir notanishni mashinangizga yoki avtobusga o'ltirg'izib boradigan yerga olib qo'yganingizni bilamsiz? Mashinasi buzilib yo'lda qolgan biri uchun aldirash ishingiz bo'lsa-mu to'xtab, uningga yordam qilganingizni bilamsiz? Gez jurnallarda yoki televizorlarda yoki internet torlarida jiddiy moddiy yordamga muhtoj bo'layotganlar to'g'riliq berilgan e'lonlarni ko'rganingizda bir qitim shularga oz bo'lsa-mu yordam puli berganligingizni bilamsiz? Agar yuqorqi savollarning javobi ha bo'lsa, siz rahim shafqatli odamsiz. Alloh taolaning rahmati dunyo va oxiratda sizni qo'rshaydiganligidan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, siz tosh yurak odamsiz. Muhammad alayhissalomning axloqidan to'limi yiroq ekansiz. Kishilarga rahim shafqat qilishni o'rganishga va uningga odatlanishga zo'r ehtiyojli ekansiz. Payg'ambar alayhissalom bizga boshqalarga rahim shafqat qilishni o'rgatib mundaq degan: kim biror musulmonning dunyodagi qiyinchiliklardan biror qiyinchilikni hal qilib bersa, Alloh taolo uning qiyomat kunidagi qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni ko'tarib yetadi. Kim biror yo'qsulga osonlik yaratib bersa, Alloh taolo uning dunyo va oxiratda osonlik beradi. Kimki biror musulmonning aybini yo'gisa, Alloh taolo uning ayblarini dunyo va oxiratda yo'gaydi. Banda birodarning yordamida bo'lgan muddatcha Alloh taolo uning yordamida bo'ladi. Tirmiziy rivoyat. Xulos kalom. Rahim shafqatlik bo'lish qiyin emas. Masala vaqtning yetishmaganligida yoki qo'l ilkida bo'lmaganligida va yoki shafqat qilishni bilmaganligida emas, balki asosli masala qalblardan rahim shafqatning sug'urilib ketganligida, yuraklarning toshga aylanib qolganligida. Kundalik 5 vaqt namozning har bir rakatida Fatiha surasini o'qish jarayonida Alloh taolaning bu suradagi Ar-Rahmanir Rahim, ya'ni nihoyatda mehribon va to'limi shafqatli degan sifatini eng oz deganda bir kunda 33 qatim takrorlab turibmi, yuragi yumshamagan musulmonni nima degili bo'lsin? 820-savol. Ilm-fanni ishlatishda qanday rahim shafqatli bo'lish kerak? Javob: hurmatli kitobxon, ilm-fan uchun rahim shafqat ketamdi deb hayron qolganligingiz aniq. Ammo rahim shafqatni chiqish yo'li qilmagan ilm-fanning baloyi ofat ekanligini bilganimizda menga qo'shilsiz. Hozirgi dunyoning holiga qaraydigan bo'lsak, kundan kunga ilm-fanda ilgirlagan sira rahim shafqat azaymoqda. Ilm-fan elib kelgan atom bombalari va raketalar bilan millionlagan inson o'lmoqda. 821-savol. Nima uchun ilm-fanning ilgirlishi bilan rahim shafqat azlab ketadi? Javob: chunki rahim shafqat bilan qo'llanmagan, iymon va axloqdan nisbati bo'lmagan har qanday ilm-fan baloyi ofat va krizisdir. Şoň Qur'on Karim oyatlari ilm haqidagi butun bayonlarda rahim shafqatni birga bayon qilgan. Qur'on Karim oyatlaridan rahim shafqat yondashtirib keltirilmagan ilm haqidagi bayondan birini topolmaymiz. Ular Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi, deydi. Sura G'ofir 7-oyat. O ikkisi bizning bandalarimizdan cho'ng rahmatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni biz bildirgan bir bandani uchratdi. Sura Kahf 65-oyat. Degan oyatlar buning misolidir.